Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar Robbi bo'lmish Alloh azza va jallaga behad hamd sanolarimiz bo'lsin. Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamga bitmas tuganmas salovatlarimiz bo'lsin. Sahobai kiromlardan Alloh azza va jalla ulardan rozi bo'lsin. Xususan biz mo'min musulmonlarni bilib bilmay qilgan xatolarimizni o'zi mag'firat aylasin. Barcha azizlarga, sizlarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb qolaman. Mana Ramazonni ham 15-kuniga yetib kelibmiz. 15 kun bo'libdi mana Ramazondan. Yana 15 kundan keyin Ramazon ham chiqib ketib qoladi. Ramazonni 15-darsligimiz endi Ramazon tavba yo'lidir degan darslikni siz azizlar bilan gaplashib o'tamiz. Musulmonga bu oy qaytadan eng katta manfaat. Bu uning Robbisiga tavba qilish, unga qaytish va o'z nafsini hisob-kitob qilib, o'z tarixiga qayta murojaat qilishdir. Tavba eshiklari ochiq, Robbimizning ajrlari esa tortiq qilingan. Uning fazli esa atrofimizda kezib yuribdi. Ammo tavba qiluvchilar va istig'for aytuvchilar qayerda? Alloh taolo aytadi: "Sen mening tarafimdan ey o'z jonlariga istig'for, jabr qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Albatta Alloh barcha gunohlardan mag'firat etar. Albatta uning o'zi o'ta mag'firatli va o'ta rahimli zotdir" deb ayt. Bu oy mag'firatli va tavba oyidir. U sahiylik va af oyi. Bu barcha qimmatbaho narsalarning eng qimmatbahosidir. Sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: albatta kunduzi gunoh qilgan kishi tavba qilish uchun qo'li rahmatini yoydi. Tunda gunoh qilgan kishi tavba qilish uchun kechasi qo'lini yoydi, hatto quyosh botganda o'rnidan chiqquncha. Bizning yomonliklarimizni ko'p, Allohning afvi ulardan ko'proq, xatolarimiz katta, uning rahmati ulardan kattaroq, yo'ldan toyilishimiz ulkan, uning mag'firati esa ulardan buyukdir. Alloh taolo taqvodor bandalar haqida shunday marhamat qiladi. Qola ta'ala: "Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون." Sadaqallahul azim. Va ular fohisha ish yoki o'zlariga zulm qilgan chog'larida Allohni eslab, gunohlarni mag'firat qilishini so'raydilar. Gunohlarini Allohdan o'zgaga kim ham mag'firat qiladi? Va ular bilib turib qilgan gunohlaridan bardavom bo'lmaslar. Ular gunoh bilan turib bardavom bo'lishmay, hatto qilsa e'tirof etishdi, gunoh qilsa istig'for aytishdi, yomon ish qilsa nadomat chekishdi va natijada Alloh ularni afv qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Ramazonni topib mag'firat qilinmaganni buning yerga ishqalansin. Mo'min agar katta gunohlardan chetda bo'lib Alloh bilan chin muomala qilsa, har yil Ramazonda yilning gunohlari afv etiladi. Yil davomida qilingan ayb va nuqsonlar Ramazon
to'g'rilanadi. Sahih hadis qudusiyda Alloh taolo aytadi: "Ey bandalarim, albatta sizlar kechasi va kunduzi gunoh qilasizlar. Men barcha gunohlarni kechiraman. Shunday ekan, mendan mag'firat so'ranglar." Biz insonlar gunoh qilib qo'yish tabiati bor, ammo bizning oramizda tavba qilib Robbisiga qaytadigan va undan mag'firat so'raydiganlar ham bor. Bilib turib gunohda takabburlik bilan davom etadiganlar ham bor. Hidoyatda adashgan, jabr qilgan kishilar ana shu tavba qilmaydigan kishilardir. Tavbadan chin bo'lish, gunohga qaytmaslikka ahd qilish va banda Alloh bilib turgan holda qilgan gunohlari uchun qattiq nadomat chekish ro'zani qabul bo'lganligi alomatlaridandir. Alloh taolo aytadi: "Qola ta'ala: va huvallazi yaqbalu at-tawbata an ibadihi va ya'fu 'anis sayyi'at va ya'lamu ma taf'alun." Uning o'zi bandalaridan tavbani qabul qilur, gunohlarni afv etur va nima qilayotganingizni bilur. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadis sharifda shunday marhamat qiladilar: "Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar siz gunoh qilmasangiz, Alloh sizlarni ketkazib, o'rningizda gunoh qilib mag'firat so'raydigan, so'ngra Alloh ularni mag'firat qiladigan qavmni keltirib qo'yadi. Ramazonda tavba qilmagan inson qancha tavba qiladi? Ramazonda Robbisiga qaytmasa qachon qaytadi? Ba'zi ro'zadorlar ro'zada holatida yaxshilanib qolib ham to'g'ri bo'lib qoladi. Bu oy tugab, ro'za tugasa yana avvalgi holiga qaytadi va Ramazonda tug'illagan narsalarni buzadi. Bunday inson umri buzish va to'g'irlash bo'lib qoladi. Alloh taolo aytadi: Qola ta'ala: "Va la takunu kallazina qad ghadlaha min ba'di quwwatin أكاثا تتخذون أيمانكم دخلا وبينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. To'qigani kuchli bo'lgandan so'ng uni so'kib yuborgan xotiniga o'xshab, bir ummat boshqa ummatdan ziyodaroq bo'lgani uchun qasamlaringizni orangizga aldov vositasi qilib olmang. Salafi solihlar Ramazon nihoyasiga yetsa uning firoqidan yig'lar, ketgani va rohatlanganidan nadomat va afsus chekar edilar. Bu ularning yaxshiliklarining ko'pligi va qalbini sofligidan edi. Allohim solih bandalarga muvofiq qilgan narsalarga bizning ham muvofiq qilgan va bizni to'g'ri yo'lga hidoyat ayla. Barchalarimizni Alloh taolo tutayotgan ro'zalarimizni va qilayotgan amallarimizni o'zi dargohida qabul etsin. Nima ish qilayotgan bo'lsak, Alloh taolo ziyodasi bilan Ramazon oyi chiqib ketganida ham bizni shu holatimizda qolishlikni o'zi nasib ro'za aylasin. Alloh taolo hamma narsani ko'rib turgan zot, undan o'zga iloh yo'q. Aytayaptiki, salafi solihlar Ramazon nihoyasiga yetsa uni firoqidan yig'lar edilar deyapti. Ketgani va rihlat qilganidan nadomat va afsus chekar edilar deyapti. Albatta, darslarimizni boshida aytganimizdek aytilayaptiki, shaytonlar kishanlanadi bu oyda deyilyapti.
yaxshiliklar ko'payishni boshlaydi deyapti. Miskinlarga yordam qo'lini cho'zishlik holatlari kuchayib boradi, ko'payib boradi deyapti. Alloh taolo barcha mo'min musulmonlarni qilayotgan xatolarini shu oyda tavba qiladigan bo'lsa, tavba eshiklari albatta juda ham ochiq. Ayniqsa iftor paytlarida, banda Robbisiga muhtoj bo'lib turgan paytlarida, soniyalar qolgan paytlarida Alloh taolo menga duo qiladimikin deb turadi. Albatta Alloh taolo jon tomirimizdan ham yaqin. Hamma narsani ko'rib, bilib turgan zotdir. Biz Allohga yaqinlashar ekanmiz, Alloh ham bizga yaqinlashadi. Biz Allohdan uzoqlashar ekanmiz, bizdan ham Alloh uzoqlashadi. Va duolarimiz qabul bo'lmaydi. Duolarni qabul bo'lishligini ham taqvo ila, tavba yo'li bilan tushunib olishlikni o'zi nasib ro'za aylasin. Barchalarimiz bilib bilmay qilgan xatolarimiz bor, bilib turib qilgan xatolarimiz bor. O'zi shu Ramazon oylarida, keyingi oylarida ham tavbada, umidvorlikda gunohlarimizni kechirib afv qilishligini so'raylik. Barchalarimizni bu tutayotgan ro'zalarimizni Alloh taolo o'zi dargohida qabul etsin. Kayfiyatda yurishlikda, ya'ni yaxshi kayfiyatda bo'lishlikni nasib etsin. Alloh taoloni bu oyida, Ramazon oyida, ya'ni xursandchilikda, qo'yingki yaxshilikda emas, Allohning sinovida yursa, shu eng katta ajr ekan. Ro'zador odam qonni ochganligini bilib, ro'zador odam qorni to'q holatligidan emas, qonni och qolganligidan, chanqaganligidan xursand bo'lsin. Qiynalmayapman degan narsa hozirgi kunda ko'payib ketmoqda. Qiynalishlik kerak ro'za tutayotgan odam. Qiynalganda keyin lazzatini tushunadi. Ro'zani qanday yaxshiligini, qanday savobi ko'pligini shunda tushunadi. Odamlar orasida shunday bo'layaptiki, ro'za tutayapti, qiynalmayapsizmi? Ro'zani nimaga Alloh taolo farz qildi? Shu qiynalishligimiz uchun. Shu miskinlarni och qolayotganligini bilishligimiz uchun. Qancha oilalarga ovqat kirmayapti. Biz o'zimiz qonimiz to'q bilmaymiz. Bir gap borki, qonni to'q bilan qonni ochda nima g'ami bor? Xuddi shunday. Qonimiz to'q, biz boshqalar bilan ishimiz yo'q bo'lib qolyapti. Bu musulmon odamni ishi emas. Musulmon odamning ishi, musulmon odamning bu unaqasi boshqalarni ham o'ylashlik. Alloh taolo qilgan amallarimizni o'zi dargohida qabul etsin, gunohlarimizni mag'firat aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.